va nihoyat o'sha kun keldi. 5 ta viloyatda bularni allaqachon bajarib oldik. Ha, buni juda ko'p o'yladik. Endi esa navbat Vaqt bo'ldi. Tezroq ketish kerak. Education test markazi navbatdagi imtihonlar ofisini endi Namangan viloyatida ham ochdi. Agar siz namanganlik bo'lsangiz, Toshkent va boshqa viloyatlarda bo'lgani kabi xuddi shunaqa sharoitlarda IELTS imtihoningizni topshirishingiz mumkin. Agar tayyor bo'lsangiz, biz Namangandagi imtihonlar markazimizga sayohatimizni boshladik. Markazimiz Do'stlik va Kosonsoy ko'chalari chorrahasida joylashgan. Imtihon markazimizga kelganingizdan so'ng, birinchi navbatda narsalaringizni maxsus joyga qoldirib, ro'yxatdan o'tishdan esa xodimimizga murojaat qilasiz. Aynan ushbu xonada siz o'z IELTS imtihoningizni topshirasiz. Xona esa barcha standartlarga mos keladigan jihozlarga ega. Ko'plab viloyatlarda bo'lgani singari Namangan viloyatida ham speaking imtihoningizni face to face yoki video call formatda topshirishingiz mumkin. Ismim Hikmatullo, Namangan 3 tumanidan keldim. Assalomu alaykum. Ismim Mayramxon. Namangan tumani o'sha Toshbuloq shaharchasidan kelganman. Men ismim Narbayev Saydali, shu Pahlavonda yashayman. Ismim Ozodbek, men Taxtiko'p tumanida yashayman. Assalomu alaykum, To'ja Ahmedov Said Akbar ismim. Shu Do'stlikda yashayman. Imtihon yaxshi bo'ldi, hech qanaqa muammo bo'lmadi. Imtihon yaxshi bo'ldi. Birinchisiga topshirishim ozgina hayajonlandim, lekin hammasi yaxshi qildim deb o'ylayman. Imtihonga kelsa juda oddiy, chunki bu birinchi marta emas, ikkinchi marta. Stress yo'q, hamma narsa joyida. Imtihonga keladigan bo'lsa, imtihon juda chiroyli atmosferada bo'ldi. Birinchi marta bo'lgani uchun ozgina qiyinchilik bo'ldi. Bu filialini ham yaxshi ochilgan, oldindan topshirganman 2 marta Toshkentda. Bunda ham kamchilik yo'q, yaxshi. Ofis bo'yicha menga eng yoqqan joyi tinch joy ekan. Tashqaridan hali xalaqit beradigan tovushlar yoki mashinalarning ovozi kirmadi. Shunisi menga yoqdi. Ofis yaxshi ekan, shumazatsiya yaxshi ekan. Umuman o'zi o'tmaydi, lekin kompyuterlar ham zo'r ekan. Ofis o'ta juda chiroyli. Keyin juda zamonaviy kompyuterlar, boshqa narsalar. Juda xursandmiz. Agar siz ham xuddi shunaqa sharoitlarda IELTS imtihoningizni IDB bilan topshirmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Examiner sayti orqali yoki hamkor o'quv markazlarimiz bilan ro'yxatdan o'ting. Education, take the test with the best.